Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati 5-iyul seshanba kuni Urumchi qirg'inchiligining 13 yilligini xotirlash munosabati bilan Amerika va Kanadada xalqarodagi davlat va jamiyatlarni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish, Sharq Turkistonni besilingan zamin deb e'tirof qilish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordamga chaqirish maqsadida namoyish o'tkazdi. Washington Oqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyishda bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. Yaxshimsizlar. Bugun bu yerda bizga qaytilgan barliq omma va tomoshabinlarga rahmat aytaman. Eng oldi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari va Amerika xalqining mustaqilligining 246 yilligini tabriklayman. Chet elning ishg'oliyati, mustamlikasi ostida azob chekayotgan 72 yil ilgari mustaqilligini yo'qotib qo'ygan Sharq Turkiston xalqi bo'lish sifatimiz bilan Amerikaga o'xshash ehtiyoj bo'lganimizda bizga yordam qo'lini sunadigan mustaqil davlatlarga havas qilamiz va talpinamiz. Bugungi 5-iyul kuni Sharq Turkiston uchun favqulodda muhim bir kun. Bugun 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligining 10-yillik xotira kuni. 2009-yil yozda Sharq Turkiston xalqi bo'libmi Urumchidagi Uyg'urlar Xitoy tajovuzchi kuchlari tomonidan vahshiylarcha qatliamga uchragan bir kun. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qarata yurgizilayotgan necha 10 yillik mustamlika, majburiy assimilyatsiya, ishg'ol, majburiy emgakka selish, sistemlik irqchilik qilish harakatining turtkisi ostida Xitoy Uyg'ur va boshqa turk yoshlarini ichkari o'lkalardagi zavodlarda majburiy emgakka selishni uyg'un topadi. 2009-yil 26-iyun kuni Guangdongning Shaoguan shahridagi bir o'yinchiq zavodida ishlayotgan yuzlagan Uyg'urlarga minglagan Xitoy ishchilar hujum qiladi. Xitoy amallik xodimlari sistemlik turda elib berayotgan irqiy hujumni tomosha qilib turdi, hatto tashviq qiladi. Shiddatli irqiy hujum necha o'nlagan yerdalarning hayotidan ayrilishiga yo'l ochadi. Hujumning sin filmi YouTube orqali tarqatilib, Sharq Turkistonliklarning g'azabini qo'zg'aydi. YouTube'dagi bu hujumga aloqador Xitoy tajovuzchi hukumati tomonidan mangulik cheklab o'tiladi. Xalq qonuniy haq-huquqlarini, adolatni talab qiladi. Xitoy tajovuzchi kuchlari buningga ozodlik armiya jangchilarini ishga solib javob berdi. Tinch elib berilgan bu namoyish vahshiylarcha qirg'inchilik bilan natijalanadi. Urumchi miqyosidagi fuqarolar rayimsizlarcha qirg'in qilinadi. Bir qancha kun o'tgandan keyin Urumchidagi 2000 dan ortiq Uyg'ur nihoyatda tez suratda tutqun qilinib g'oyib qilib o'tiladi. Yil bo'yi sirt bilan bo'lgan aloqasi kesiladi. Yüz minglarcha inson kechasi o'ldiriladi. Bu 2014-yildan boshlangan irqiy qirg'inchilikdan burungi 1990-yildan keyingi eng qabih Uyg'ur qirg'inchiligi hisoblanadi. 2009-yildagi tragediya Xitoyning necha 10 yillardan beri yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'ol, mustamlika harakatining bir qismi bo'lib, Urumchi qirg'inchiligi Sharq Turkiston xalqining sukut qilmaydiganligini, mustamlika va ishg'olga qarshi kurash qiladiganligining ro'shan ifodasi. Bugun Urumchi qirg'inchiligi Sharq Turkistonda kunlik odatga aylanib qoldi. Millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turk millatlari jazo lagerlari va turmalarga majburiy emgak lagerlariga qamalib, zulm, tajovuz, mina yuyish, organlari uchun o'ldirilish qatorliq og'ir bostirishga uchramoqda. 2014-yil maydan e'tiboran 8 yil mobaynida Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib keldi. Amerika hukumati boshliq ba'zi davlat hukumatlari va parlamentlari 2 yildan beri Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun hech qanday harakat qo'llanmadi. Prezident Bayden saylan faoliyatida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qo'llanadiganligi haqida va'da bergan bo'lsa-mu, ammo Bayden va uning hukumati saylan va'dasida turmadi. Xitoy kundan kunga Uyg'urlarni o'ldirishni davomlashtirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va nurg'unlagan cho'ng xalqaro tashkilotlar izchil sukut qilib, nurg'un jihatlarda sukut qilganligi sababidan jinoyatga o'rtak bo'ldi. Nurg'ulg'an tashkilotlar, hatto hukumatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa aloqador doklad e'lon qilish talabiga qaramay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hozirgacha Sharq Turkistonning ahvoliga aloqador doklad e'lon qila olmadi. Har yili xalqaro cho'ng qirg'inchilikni xotirlash kunida hukumatlar, siyosiy yo'llar, shirkatlar, tashkilot rahbarlari, tijoratchilar, axborot qurilishlari qayta takrorlanmasin degan va'dasini yanglaydi.
Qayta tekrarlanmasın degan bu irqiy qirg'inchilik hozir Sharq Turkistonda qayta tekrarlanmoqda. 72 yil ilgari Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari tarafidan ishg'ol qilingandan boshlab Sharq Turkiston xalqi vahshiy irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'lib kelmoqda. Sharq Turkiston xalqi Xitoy bo'lmaganligi, mustamlika ostida qolganligi uchun kundan kunga o'ldirilmoqda. Biz o'ldirilgan Uyg'urlarning sonini uqmaymiz. Lager va turmaga qamalganlar qiynash, ocharchilik, majburiy dori ichkizish, organlarini sug'urib olish, o'ldirish qatorliq Xitoyning vahshiy qilmishlarining natijasida hayotidan ayrilmoqda. Sharq Turkistonda 1400 dak jazo lagerlari bor bo'lib, har birida bir nafardan Uyg'ur o'ldirildi degandimi, har haftada 1400 nafar Uyg'ur o'ldirilmoqda. Sharq Turkistonda vaqt shundoq o'tib, irqiy qirg'inchilik darhol to'xtatilmaydigan, yana 10 yilda Uyg'ur qolmasligi mumkin. Biz xalqaro jamiyat bo'libmi Amerika hukumatidan inson haqlari va demokratiya haqida bergan va'dasiga amal qilishini, Sharq Turkiston va uning xalqini qo'llashini, Sharq Turkistonni besilmagan davlat deb e'tirof qilishini, Amerika o'zining mustaqillik kunini tabriklayotganda, xalqi Xitoyning zulmining azobini chekayotgan Sharq Turkistonning mustaqilligiga diqqatini markazlashtirishini talab qilamiz. Biz Amerika hukumati boshliq dunyodagi barliq hukumatlarni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi, Xalqaro adolat mahkamasining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishni jiddiy talab qilishga chaqiriq qilamiz. Biz Amerika boshliq dunyodagi barliq davlatlarni Sharq Turkiston va uning xalqining Xitoyning ishg'oliyati va mustamlikasi, irqiy qirg'inchilikdan qutulib erkinlikka chiqishi uchun konkret amaliy harakat qo'llanishga da'vat qilamiz. Xalqimizning o'tgan asrda Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 72 yildan beri tortgan azob-uqubatlari, bo'libmi 8 yildan beri duch kelgan qattiq irqiy qirg'inchilik shuni isbotladiki, ozodlik bo'lmoqcha xalqimiz odatdagi inson haqlariga erisha olmaydi, bexatarligini, mavjudligini saqlab qola olmaydi. Xitoy mustamlika va ishg'oliyatini davomlashtiraveradi. Biz uchun birdan-bir yo'l, bizga yordam yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Bu ham dunyoning kechikmay bilishi va yordam qilishiga ehtiyoj bo'lgan narsa dedi. Lager shoidi Tursunay Ziyovdin qutulishning birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligi ekanligini ta'kidlab, Sharq Turkiston xalqini o'rnidan dasturib, mustaqillik uchun kurash qilishga chaqirdi. Bizning bugungi kunimizda Xitoy hukumatı vatanimiz Sharq Turkistonning Urumchi Uyg'urning markazi bo'lgan Urumchida mana bizni yana qirg'inchilik uchragan Xitoy hukumatining qo'lida nurg'unlagan qiz o'g'illarimiz qirg'ilgan, qon to'kilgan kun. Shunga bizning bu kunimiz har bir Uyg'ur uchun motam, har bir Uyg'ur uchun bu kunimiz ashlarni eslaydigan, ashlar uchun qisos oldiganga o'ylanadigan kunimiz deb o'ylayman. Ham lekin faqat bu kun emas, har bir kunimiz hozir Uyg'urlarning shunday qilyotdi, davomlashyapti bu qirg'inchilik. Fakat bir günümüzde hatırlayam ötken bir Uyg'ur yo'q deb o'ylayman. Hozir Uyg'ur millatining bilishiga kelayotgan bu kunlarni hech qanday insonning bilishiga kelayotgani yo'q. Shunga har bir Uyg'urga deydiganim, Uyg'urlar bizga mustaqillikdan boshqa kun hech qanday yo'l yo'qligini his qildi deb o'ylayman. Har bir Uyg'ur shuni his qilish kerak. Cho'qim o'rninglardan tik turib ketinglar. Mana men o'lgan qizlarga hozir videolarda ko'rib yig'layotgansizlar, qizlarning qahramon qizlaringlar Urumchida o'lib ketgan qirg'inchilikdagi videolarni ko'rgansizlar. Lagerlardakini ko'ryapsizlar, ashni men o'z ko'zim bilan ko'rib, hatto o'zimni ko'z oldinglar turayotgan qarindishinglar men uchirg'uchi shuningga azobni tatgan, azobda nobud bo'lgan men bir ayol. Shunga ko'z oldinglar turayotgan meni qizlarni deb o'ylanglar mana. Shunga tirik meni oldinglar hayot meni Alloh egamcha ib chiqqan bilan, lekin qanchalar qarindoshlarimiz ashad o'lib ketdi. Lagerlardan chiqqan bo'lsa sarang bo'lib qoldi, normal emas. Ya 5-6 yil hayot ko'rib o'lib ketdi. Hech qanday bu lagerdan chiqqan odamning hech qaysi normal bo'lmaydi deb o'ylayman. Shunga cho'qim bu qisosni olish uchun har bir Uyg'urlar o'shinglarni yig'inglar, cho'qim kallamizni silkitib biz qisos uchun harakat qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak degan bir narsani o'ylashimiz kerak. Har bir Uyg'ur mayli kim qilsa, mayli qaysi Uyg'ur bo'lsin, mayli birlik qilamizlar, yoki bo'lak qilamizlar, qanday qilsanglar, cho'qim Xitoydan qisos olish uchun harakat qilishimiz kerak. Biz bu qisosni olmay, biz mustaqil bo'lmay, biz bir kunimiz xotirjam o'tmaydi. Chet elda yashayotgan har bir Uyg'ur sizlarga deydiganim, chet elga sizlarni Alloh egan bikoq ib chiqmadi, chet elga cho'qim bir hikmat bilan ib chiqqan. Masalan, mana men turmadan chiqish, chivin chiqolmaydigan yerdan Allohning qudrati bilan men mana hozir Amerikada turyapman. Lekin Allohning bumi, men shunga tinig'im to'xtab qolg'ichi, men bir minutimni hech qachon kallamdimi chiqarib yo'q. Qarindoshlarim menimda o'lib ketdi.
ketken kızlar, sarang bulup kalgan kızlar, datkanda boğan kızlar, ölüp ketken kıyırdaşlarım, neçilgen oğul kızlarımız köz aldığımızda kan jığın aşına çırıtıp öldürüp ettik Xitay. Ben şunu közüm bilen ködüm. Şuңaşka ben ularning qissasini eshitish uchun yashayapman. Aşını ko'rish uchun yashayapman. Şuңaşka har bir qiyindishimiz, har bir qiyindoshlarimiz sizlarga deydiganimiz biz Xitoydan qissas ilish uchun yashaymiz. Hech qanday bo'lmasa bizning hayotda hech qanday ma'nosi vatansiz boshqa davlatlarda bunday yashash hech qanday ma'nosi yo'q biz uchun. Shuning uchun Alloh degan bizga mustaqillikni ato qilsin. Cho'qim bu qiyindoshlarimizni, yoshlarimizning, qizlarimizning, onalarimizning qissasini ilish uchun Alloh nasib qilsin. Rahmat Allah. Axborot e'lon qilingandan keyin namoyishchi ammo Amerikani harakatga chaqiriq qilish shiorlari bilan Amerika Oqsaroyning oldidan Amerika Tashqi ishlar ministrligi binosining oldigacha piyoda kelib, Amerika hukumati Tashqi ishlar ministrligini Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga, Sharq Turkistonni besib olingan zamin deb e'tirof qilishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun unumli harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Kanadaning Edmonton shahrida namoyish olib berildi. Sharq Turkiston sürgündü hükümetining muavin raisi Abdulahat Nur Efendi axborot e'lon qilib, xalqaro jamiyatga xitob qildi. Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yili 7-oyning 5-kuni Urumchi qatlamining 13-yili. Urumchi shahidlarini mangu eslaymiz ve mangu sig'inamiz. Yatgan yerlari jannatda bo'lsin. Amin. Shundaqla Xitoy tajovuzchilarini mangu la'natlaymiz ve qarshi turamiz. Biz Kanadada yaşayotgan Sharqiy Turkistonliklar. Biz bugun Xitoy tajovuzchilari tarafidan basavilingan davlat Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik, zulm, xo'rlik ve haqorat ichida yaşayotgan, shundaqla chorasiz qolgan xalqimizning vakili bo'lish salohiyatimiz bilan Kanada hukumatidan ve başka g'arb ellaridan yordam so'rash maqsadida namoyishimizni davomlashtiryapmiz. Chunki biz Kanada hukumatining insoniyatni qo'g'daydiganligiga ishonamiz ve adil maydonda turib Sharqiy Turkiston xalqini qutqizib olishini talab qilamiz. Xitoy tajovuzchilari mushu asrda butkul dunyo erkinlik ve demokratiyani tashabbus qilayotgan vaqtda yana kelib dunyoning tinchlikni qo'g'daymiz deyotgan davlatlarning ko'z oldida millionlagan Uyg'urlarni asos qilgan Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharqiy Turkiston xalqiga inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchilik jinoyati olib beryapti. Masalan, Sharqiy Turkistondagi millionlagan tinchlikni so'ydigan begunoh kishilarni, zalim olimlarni, ziyolilarni, millionlagan tinchlikni so'ydigan begunoh kishilarni, olimlarimizni, ziyolilarimizni, tijoratchilarni ve her qaysi kasb ahllarini umuman qilib aytganda Sharqiy Turkiston xalqining mavjud bo'lib turishiga foydasi bo'lgan har qanday kishini xohlagancha tutqun qilib, xo'rlab o'ltirish lagerlariga solib olib, och qo'yish, urush, qiynash, meditsinasini qilib berish, xo'rlab o'ltirish, bosqinchilik qilish, organ etkazchilik qilish qatorliq inson tasavvur qilg'isiz jinoyatlarni sodir qilyapti. Shuning bilan tang milyonlarcha Sharqiy Turkistonlikni izdireksiz yo'qotib, delil isbotlarni yo'q qilish maqsadida jasad ko'ydirish uchoqlari salib, jasadlarni shu uchoqlarda ko'ydirib, xalqaroning ko'zini bo'yash orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatini uzluksiz davomlashtiryapti. Yana bir tarafdan butun dunyoda normal deb qaralayotgan odatdagi diniy ibodatlarni, shundaqla Sharqiy Turkiston xalqining tarixdan buyon davomlashtirib kelayotgan örf odatlarini jinoyat deb bekitib, tutqun qilishni davomlashtiryapti. Maktablarda Uyg'ur tili, Qozoq tili qatorliq turkiy til yoziqlarini cheklab, bolalarni kichkidilla o'z tilida so'zlay olmas qilib qo'yapti. Buni azdab xalqimizni yuqori texnikalik sistemalarni qo'llanib 24 soat nazorat ostiga olib, shaxsiy turmushiga qadar aralashib olib, xotirjam uxlash huquqidan mahrum qilyapti. Shundaqla urug' tuqqan va do'stlari bilan normal aloqa qilishni cheklayapti. Millionlagan Sharqiy Turkiston ayollariga qarata inson qalbidan chiqqan xo'rliqlarni qilyapti. Masalan, majburiy homila tushirish, Xitoy erlar bilan to'y qilishga majburlash,
jinsiy qul qilish, Xitoy shaharlariga surgun qilib, arzon ishchi holatida qul qilish, illiq oilalarni vayron qilib, millionlarcha bolalarni yetim qilib, ota-ona mehridan ayirib, ruhiyatiga buzg'unchilik qilish qatorliq jinoyatlarni o'tkazyotdi. Buningga qanoat qilmagan Xitoy rejimi Sharqiy Turkistondagi boyliqlarni bo'lib, Xitoyga olib qochish, xalqni bo'lang-talang qilish, muhitni bulg'ash, yadrosini qilish, yurt mahallalarni atalmış o'zgartirish nomida yo'qotish qatorliq og'ir jinoyatlarni, buzg'unchiliklarni qilyotdi. Yana millionlagan buvoqlarni o'z ota-onasidan ayirib, xitoylashtirib, ularning yoshiringa Xitoylar tarafidan beqib cho'ng qilinayotganligi tashviq qilinib, Xitoylar o'zlarini shafaatchi qilib ko'rsatyapti. Xitoy rejimi yana Sharqiy Turkiston xalqini zo'rlik bilan namratlashtirib, xalqimizni atalmış ishga o'rinlashtirish nomida qul qilib ishlatyapti. Necha 10 million Sharqiy Turkiston xalqini ruhiy va jismoniy jihatdan xaroblashtirib, normal yashash huquqidan mahrum qilyapti. Xitoy tajovuzchilari yuqoridagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni planliq va sistemalik holda Xitoy tajovuzchilarining qo'li bilan olib beryapti va Sharqiy Turkiston xalqini kamplarga sulab yo'q qilyapti. Buning isbotlarini yo'q qilish uchun Xitoy ichi va sirtidagi Xitoyga beqinadigan axborot vositalari orqali va Xitoyga sotilib ketgan xoinlar va tegipaslar orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirishga tirishyapti va bu o'lim kamplarini padazlab yangidan tarbiyalash o'rinlari deb xalqaroni aldashga tirishyapti. Xitoy tajovuzchilari bu xalqaroni aldash aldamchiligiga mos qadamda chet eldagi Uyg'urcha so'zlaydigan istixborot shayklari orqali Sharqiy Turkiston xalqini indigenous people qilib ko'rsatishmoqda. Va bu shakllar orqali Sharqiy Turkiston xalqini, xususan Uyg'ur xalqini BDTga va boshqa xalqaro tashkilotlarga indigenous qilib tizimga oldirmoqda. Chunki Sharqiy Turkiston xalqi indigenous hisoblangan chog'da Xitoy tajovuzchilarining bu indigenuslarni kamplarga sulab tarbiyalash haqqi bo'ladi. Chunki indigenous degan nomning siyosiy literaturdagi ma'nosi yavoyi, qaloq, ozsonliq toifa, o'zini boqolmaydigan yaramsiz, yordamga muhtoj degan ma'nolarni bildiradi. Bir millat qaloq bo'lsa yoki u millat yavoyi bo'lsa, cho'qim tarbiyalanishga muhtoj bo'ladi. Bir millat oz sonliq bo'lsa, u millatmi ko'p sonliqlar tarafidan g'amxo'rlikqa loyiq ko'riladi. Shundaqla bir millat o'zini boqolmaydigan yaramsiz bo'lsa-mu, muhtoj bo'lsa-mu, yanalar g'amxo'rlik qilinishga loyiq ko'riladi. Shuning uchun Xitoy istixborot shayklari bizga indigenous degan nomni ko'ygizdi va bizni qaloq, yavoyi, yaramsiz, oz sonliq bir toifa qilib ko'rsatdi. Va Xitoy rejimi mos qadamda Sharqiy Turkiston xalqini kamplarga va turmalarga sulab yangidan tarbiyalaymiz degan nom bilan irqiy qirg'inchilikqa boshladi. Buningga e'tiroz bildirganlarga Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarning yavoyi va qaloq oz sonliq bir toifa ekanligini, Xitoyning Uyg'urlarni tarbiyalamasa bo'lmaydiganligini aytib, xalqaroning og'zini yetishga tirishyapti. Shunday qilib Xitoy shayklari Uyg'urlarni indigenous qilib ko'rsatishga tirishmoqda. Xalqaroga Uyg'ur masalasining kishilik huquq masalasi ekanligini, kamplar taqoslar va biroz kengchilik qilinsalar bo'ladiganligini, Uyg'ur masalasining Xitoyning ichki masalasi ekanligini iymon qilishib, Sharqiy Turkistonning ismini atayolmay, haqoratlik Xitoycha ismni nomus qilmay xalqaroda hozirgacha so'rab yurishmoqda. Va hatto namoyishlarda Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kerakligini ifodalaydigan lozunkalarning ko'tarilishiga va echilishiga qarshi chiqishmoqda. Bu shaykalar bu orqali xalqaroga xato uchur bermoqda. Uyg'urlarga xizmat qilish toni ostida Uyg'urlarni satib qajlamoqda va Xitoy sizib bergan siziq bo'yicha Sharqiy Turkistonning abadiy Xitoy zamini bo'lib ketishiga xizmat qilmoqda. Biz Sharqiy Turkistonliklar Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiy bostirishiga qat'iy qarshi turamiz va Kanada xalqini Xitoy tajovuzchilarining asabiyatchi, faşist millatchiligidan ogohlantiramiz. Chunki Kanada hukumatı Xitoy tajovuzchilarining
bu vahşiyane jinoyatlarini tizdan tadbir qo'llanib to'xtatmasa yoki Sharqiy Turkiston xalqini qutqizib olmasa, yiroq bo'lmagan kelgusida tajovuzchilikni Osiyoga, undan keyin G'arb dunyosiga kengaytirishi muqarrar. Sharqiy Turkiston xalqi tarixdan buyon tinchlikni suyadigan, insoniyatni suyadigan, eng madaniyatlik, oq ko'ngil xalq. Shundaqla tarixdagi xalqaroning siyosiy qaroriga hurmat qilib, tinch yashab kelgan xalq. Afsus, Xitoy tajovuzchilari asl zamin egasi bo'lgan Sharqiy Turkiston xalqini yo'qotib etish uchun masalani o'zi paydo qilib, begunoh xalqlarga inson tasavvur qilg'isiz zulmlarni qilyotdi. Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948 yili imzolagan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasining 2-moddasiga asosan irqiy qirg'inchilikka kiradi. Oxirida biz shunday keskin xitob qilamizki, Sharqiy Turkiston masalasi tarixda xalqarалық masala bo'lganidek, bugunmi o'xshashla xalqarалық masaladir. Bu hargizmi Xitoy tajovuzchilari va yaloqchilari aytgandek, Xitoy tajovuzchilarining ichki masalasi emas. Xitoy tajovuzchilari va da'vogar to'niga o'rnagan Xitoy g'alchilari Sharqiy Turkiston xalqini va butun dunyoni siyosiy jihatdan qaymoqtirish uchun Sharqiy Turkiston zaminini Xitoy zamini qilib ko'rsatishga tirishib, uni Xitoycha bo'lgan ishg'oliyat nomi bilan atamoqda. Va Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik irodasiga buzg'unchilik qilishni davom qilmoqda. Biz Sharqiy Turkiston xalqining vakili bo'lish sifatimiz bilan bu kishilarning bu aksil inqilobiy qilmishlarini qat'iy rad qilamiz va besilingan davlatimizning ismining asli shaklda Sharqiy Turkiston deb atilishini talab qilamiz. Shunglashqa Kanada hukumatining tarixiy isbotlarga hurmat qilib, adolat va haqiqat tarafda turib, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligini va tajovuzchiligini oxirlashtirish uchun kuch chiqarishni o'tinamiz. Kanada hukumati boshchiligidagi xalqaro jamiyatning Sharqiy Turkiston masalasini adolat bilan to'g'ri hal qilishadiganligiga ishonamiz. Hammanglarga ko'p rahmat. Oxirida bizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelayotgan kanadalik do'stlarimizga va yuksak demokratik qimmat qarashning qo'g'disi bo'lgan va bizga o'zimizning shunday ovozimizni chiqarishga fursat yaratib bergan Kanada hukumatiga qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Hurmat bilan Sharqiy Turkiston xalqi. Uyg'ur yag'ma o'g'li inglizcha axborot e'lon qildi. We call on the international community to uphold their commitments to never again. Erkin Asiya Radyosu'nun Xitaycha bölümünün 5. yıldaki xabarda sürgündeki Uyghur teşkilatları Seyşembe günü Amerika Aksaray'nın aldığı yığılıp 5. yıl Şinjan vakasının 13 yıllıkını hatırlaş münasebeti bilen namayış ötküzdü. Namayışta her qaysi devletlerini atalmış Şinjan'ın besilingan devlet ekanligini itiraf qilib, Uyghur xalqining o'z-o'ziga xo'ja bo'lish huquqini qo'llashga chaqirdi. Bu qitimqi faoliyatning tashkilotchilari bo'lsa, Sharqiy Turkiston sürgündü hukumati va Sharqiy Turkiston milliy uyg'unish harakati bo'lib, silliq axborot e'lon qildi. Seyşembe günü tushdan keyin necha 10 nafar qo'llarida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining simvoli bo'lgan ay yulduzliq ko'k bayroqni tutgan Uyg'urlar Aqsarayning oldiga yig'ilib namoyish o'tkazdi. Sharqiy Turkiston sürgündü hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor faoliyat jarayonida 5-yil vaqasi bo'lsa, Xitoy hukumatining o'tgan 10 necha yillardan beri Uyg'ur xalqiga yurgizib kelayotgan assimilyatsiya, irqiy qirg'inchilik va tajovuzchilik siyosatining yuqori pallasi Uyg'ur xalqining qo'zg'alib qarshilik ko'rsatganligining bir simvoli dedi va 5-yil vaqasi aks ettirgan milliy bostirishning ilmi davomlashayotganligini ta'kidladi. Undan keyin namoyishchilar Aqsarayning oldida Xitoyni jazola, Xitoyni boykot qil, Xitoydan mablag' chekindir, Amerika harakatga kel va Uyg'urlarni qutquz deb shuar to'ldi. Yig'ilish oxirlashgandan keyin namoyishchilar Amerika Davlat ishlari mahkamasi Tashqi ishlar ministrligining oldiga piyoda keldi deyildi. Vatan söйгәнләргә ait. Vatan xalqning o'tida kuyib suyida oqqanlarga ait. Vatan mard, vijdon egalariga ait. Vatan durust, pokiz qalblarga ait. Vatan uning uchun har narsani pido qilishga tayyor turganlarga ait. Vatan aql ko'zi ochiqlarga ait. Vatan haqiqiy iymon egalariga ait. Vatan ar-nomusni qadrlaydiganlarga ait. Vatan ishonchini, umidini yo'qotmaganlarga ait. Vatan uni qutqizish uchun harakat qilgan jasorat egalariga ait. Vatan
to'g'rini anqira olgan, to'g'rining yanida o'rin ola olgan, mo'rini mo'riga tirab kurash qila olganlarga oid. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögün Allah için köp rahmet. Kelar qitimqi programmamız görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.